İgilinishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari 5. ayda Xitoyga berishga kelishgan bo'lib, Sharqiy Turkistonni ziyorat qilmoqchi ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet 8 Mart seshanba günü Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining yig'iniga sinliq shaklda so'z qilganda, "Men yaqinda Xitoy hukumati bilan 5. ayda planlangan ziyoratda kelishim hosil qilganligimizni xo'shallik bilan jakarlayman" degan. Xitoy Prezidenti Xi Jinping Sin yig'ini orqali Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron va Germaniya Bosh ministri Olaf Scholz bilan ko'rishdi. Xi Jinping ko'rishishda Fransiya, Germaniya va Xitoyning Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi tinchlik suhbatini birlikda qo'llashi kerakligini o'tirib qo'ydi. Xi Jinping yana Rossiyaga qaratilgan embargolarning yer shari pul muomala, energiya bilan ta'minlash, qatnash va ta'minlash zanjirining muqimligiga ko'rsatgan ta'siriga bo'lgan andishasini bildirgan. Elektronlik savdo magnati Amazon Xitoydagi ta'minlaguvchilar sababli tanqidga duch keldi. Egilanishicha, Amazonning bir qism Xitoy ta'minlaguvchilari Sharqiy Turkistonda Uyg'ur majburiy emgakidan naf oladi ekan. Dokladda aytilishicha, Amazon Uyg'urlar qamalgan jazo lagerlari bilan munosabati borligiga oid dalil isbotlarga qaramay, bir qism ta'minlaguvchilar bilan davomli hamkorlashgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Washington hukumatini Ukrainada biologiyalik qurol tajribaxonasi qurish bilan aybladi. Rossiyaning tajovuzchiligi davomlashayotgan bir paytda Xitoy Rossiyaning Amerika armiyasi Ukrainada biologiyalik qurol tajribaxonasi qurdi degan ayblashlarni tilga oldi. 2022 yilning oldingi 2 oyida Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo miqdori oldingi yilga solishtirganda 38,5% oshgan. Bu mezgilda Rossiyaning Xitoyga qilgan eksporti 35,8% oshib, 13 milliard 800 million dollar bo'lgan. Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti 41,5% oshib, 12 milliard 600 million dollar bo'lgan. Shvetsiya Bosh ministri Magdalena Andersson davlatining Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish iltimosining Yevropaning navbatdagi bexatarlik vaziyatini qalaymaqalashtirib etadiganligini aytdi. 8 Mart Dünya Ayollar Günü, lager qurbonlari munbarining chaqirig'i va tashkilotlarning uyushtirishi bilan Turkiya va dunyo miqyosidagi nurg'un shaharlarda Uyg'ur ayollarining vaziyatiga ko'ngil bo'lish va yig'ilish lagerlarining taqilishi uchun namoyish va yurish faoliyatlari o'tkazildi.